Bugungi konferensiyamizda 20 dan ortiq xorijiy mehmonlar ishtirok qilmoqda. Umuman olib qaraganda sun'iy intellekt bo'yicha bizning institutimizda ishlar jadal rivojlangan. Bir diqqatga sazovor joyini aytadigan bo'lsak, yaqinda Alisher Navoiy siymosini sun'iy intellektda yoritib, buni matbuotda ham e'lon qilishdi. Bu albatta juda ham tahsinga sazovor. Sun'iy intellekt o'zi bizning nimamizda, ta'lim tizimimizda nimaga kerak degan savol tug'ilishi mumkin. Sun'iy intellekt bu tezda fikrlarni jamlash yoki bo'lmasa qaysidir bir fikrlarni targ'ib qilish, tajriba almashish maqsadida kerak bo'ladi va yoshlarimiz o'rtasida buni targ'ib qilish kerak. Lekin mukkasidan ketgan holatda sun'iy intellektga o'rganib qolmagan holatda bajarilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz? Agar sun'iy intellekt ta'limda yana ham rivojlansa, ta'lim tizimida qanday o'zgarishlar bo'ladi? Sun'iy intellekt ta'limda yanada rivojlanadigan bo'lsa, katta o'zgarishlar bo'ladi. Masalan, jumladan ta'lim tizimida, xemis tizimida o'zgarish bo'ladi, dars jarayonlarida o'zgarish bo'ladi, slaydlar, taqdimotlarni o'rniga sun'iy intellekt asosida qo'l mehnatlari bilan yaratilgan narsalarni jonlantirish orqali yoki ularga o'zlarida bir fikr uyg'otish orqali bir yangi narsalarni ishlab chiqish ko'payadi. Bugungi konferensiyani maqsadi ham chet elliklar bilan, xorijiy olimlar bilan tajriba almashgan holatda ular bilan birgalikda hamkorlikda o'tkazilyapti va albatta buni biz amaliyotga tatbiq qilamiz.